Assalomu alaykum, sog' salomatmisiz? Mehr kutib yashaymiz azizlarim. Bir umr mehr kutib yashaymiz. Yaqinlardan, qarindoshlardan, jigarlardan. Lekin o'ylab ko'rmaymiz-da, oxirgi paytda qaysi qarindoshimizga, qaysi jigarimizga yaxshilik qildik. Ko'p emas, oz emas, 30 kunda sarhisob kitob qiling. Xo'sh, qaysi yaqinlaringizga ko'mak berdingiz, mehr ko'rsatdingiz? Xayriy ihson qildingiz. Fikrlaringiz bo'lsa izohlarda yozib keting. Yuragi borlarga tarqating, yurakchani bosing. Yuragi yo'qlarga tarqatish shart emas. Chunki ularda yurak yo'q. Qancha gapirsangiz ham befarq insonlarda. Ko'radi-yu, o'tkazaveradi. Sog' salomat bo'ling. Bandasidan qaytmasa Allohdan qaytadi. Buni ham unutmang.